Hello YouTube do'stlar, sizlar bilan men Rusty DLC Ibrohimov do'stlar. Bugungi videoda biz DLC emas, Minecraftda orolda 100 kun o'ynaymiz do'stlar. Videoni to'lang hozir. Yer to'g'rilayotgandim. O'ynab turgandim, keyin narsalarni yana joyiga qo'yib qo'ygandim. Ketdik, o'yinni boshladim. Qo'shib qo'ymayman mana shu joyga. Super qo'shiqlar qo'yib qo'yardim, lekin mayli. Videoni ham boshlaymiz. O'lsin. 2 dona manalardan ozgina qo'yib qo'yib bo'ldi. Endi halol o'ynaymiz. Halollik bizga yarashadi. Boshqa kimga ham yarashadi do'stlar? Nastroykasini to'g'rilashga ham o'rgatishim mumkin sizlarga, lekin hozir emas do'stlar. Boshladik do'stlar. Hozir birinchi navbatda bularni cho'p bo'lamiz. Bugungi video orolda 100 kun do'stlar. Tezda mana shularni cho'p bo'lay, keyin videoni yana boshdan qo'yib cho'p bo'lgan joyimda qo'yib boshlayman. Do'stlar, bo'lmasam yangilanish qilishni boshlaymiz. Yo'qlik, ana ikkita yasaymiz. Bo'lsa ko'p cho'plar yasayman menimcha. Yangilanish. Bitta qilichchaga ahamiyat bermaysizlar. Bu o'zimni monsterlardan himoya qilish uchun. Bilmadim, birinchi qilyapman. Narigi qilishlarimda men yo'qotaman do'stlar. Yo qiyin bo'lsa bular qoladi. Tushunmayman hozir birinchi marta qilyapman shunga. Oy do'stlar, temir chiqdi. Buni olmasdan ketmayman hech yoqqa. Ukam bilan birlashishim mumkin edi, lekin birlasha olmadim. Uni telefonda versiya kuchli versiya ekan, shunga 1.16 ni eng kuchli versiyasi ekan. Unda kamiga modli ham qo'shib pishirgan ekan. Qo'yilmadi. Hozir 1.16 ga 5 mi, 3 mi, o'zi kuchsiz versiyasi o'ynayman. 1.16 ga shu 1.16 ni o'zi bo'lsa kerak, yo 2 mi bo'lmadi. 1.16 ni o'zi bo'lsa kerak menimcha. Shu versiyani Telegram kanal ochganimda tashlab berardim Telegram kanaliga. Kuchli versiyalarda ham o'ynaganman, lekin ular bo'lmadi, menga yoqmadi, chunki telefonim bardosh bera olmasdi shunga. Bunda ishlatishga majbur bo'ldim do'stlar. Barim yangi versiya yangiligini qiladi do'stlar. Nima o'ynayapsiz do'stlar endi DLC yo Minecraft FK Mobile? Har doim aytaman shu gaplarni. Hech tinimaganman ekanda. Taptaloq düşüpman-ku. Hey, mana bu uy uchun kerak bizga. Uy qursam albatta. Mana. Bizni shinamgina uychamiz. Qanday chiqdi sizlar? Kommentariyada yozinglar.
Düt 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 düt. Haydi at dışarı. Kettik. Endi nima qilamiz? Bir so'm qara ikkinchi. Creeper ovchilari 3000. Baliq. Bakki suka. Çık baba. Çık baba. Çık baba. Çık baba. Güzel. Şu joyu bu da qo'shib qo'yaveraymi? Hozir qo'yaveraman keyinroq. Almasa. Bundan hozir video sal o'shani yoqishga harakat qilaman. Kecha uran olay. Ya'ni nimadir urib pacham chiqarib ketmasin bajarib. Unda bo'lsa men kutdim hozir yoqaman. Qo'ydik do'stlar. Hozir Boğazını batlayayım mı? İyi. Tüy koptu. Hazır yana koyayım. Çıkı koşuklar. Koktu. Yurakni iyi zo'ratdi mana shu sho'lar bilan. Qit qiladi. Pul bermayman baribir ham. Shunday desa, pul bizdan o'lgilsin. Pul 6. Bakit qaranglar.
Meni qutqarib qoldi. Ya sarpan. Başkasına koyarım ben. Hiç yok. 11 minut gitti. Çözülüp gitti. Ne kadar 11 minut gitti. Amrut. Lazım. Ne başka gerekti. Orduyum bordu. Ana. Messi yoki Ronaldo desizlar. Mayli. Barselona yoki Real Madrid. Menga Barselona yoqadi desa. Ko'plik hammaga ham Barselona kerak. Hozir Barsa videosi qo'yib turibman. Deganda Real chunmo demayapman. Real ham yaxshi, lekin menga sal ko'proq Barselona yoqadi. Mayli bo'ldi. Unutingda, lekin Barsachilar bo'lsa unutmasin. Bo'ldi, davay, pastda. Yetadimikin? Meni akam Realchi, men Barsachiman, ukam Manchesterchida. Realchilar akam uchun obuna, Barsachilar men uchun obuna. Kommentariyada Barsa yoki Real Madrid, Barcelona yoki Messi va Ronaldoni yozib qoldirasizlar. Qaysi biri yoqadi sizga? Jalab. Bo'ldi.